Sura Baqara tafsirining 28 oyatidan boshlab. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Ba'da a'udhu billahi minash-shaytan. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirinden Uygurca tercümesinin Bakara suresinin 28. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Allah'ını qandaq mı inkar kılısılan ki cansız idinla Allah sizlerge can berdi. Yani atanlarının püştüde ananlarının karında abimeni idinlar. Keyin ecilinglar toşqanda Allah jeninglarni aladi. Andın keyin terildirdi. Andın keyin Allah Taalaning dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar. Allah o'zining borligiga va qudratli zot ekanligiga bandalarni yaratib, ularning ustida xohlagancha ish ilib bordiganligiga pok ko'rsatib mundaq deydi. Allah'ını qandaq mı inkar qilsizlar ki, yani Allah Teala'nın barlığı qandaq tanısızlar ve onunla qandaq mı şirik keltirsizlar. Cansız idinlar Allah sizlerge can berdi. Yani atanlarının püştüde, ananlarının karında abimeni idinlar. Yani sizler aslında yok idinlar. Allah sizlerini var kıldı. Allah bu haqda mındaq deydi. Ya ki ula yaratqıçsız yaratılgan mı? Ya ki ula yaratqıçsız yaratılgan mı? Ya ki ula üzleri yaratqıçı mı? Ya ki ula osmanlarını ve zemini yaratkan mı? Belki ula Allah'ın birliğine işenmeydi. İnsan ananın qosug'ida bir muddatni o'tkazdi. O arzimaganlikdan tilga ilinadigan narsa bo'lmadi. Bu oyatlardan boshqa bu to'g'riliq nozil qilingan oyatlar bek ko'pdir. Allah Taalaning jonsiz edinglar, Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni atanlarning püştüde, ananlarning qarında abimeni idinlar degan oyatining ma'nosi haqida İbn Jurayj Atadan İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlarni Allah yaratqicha sizlar dadillaringlarning pushtlarida jonsiz idinlar. Allah sizlarni haqiqiy o'ltirdi. Kıyamet günü kelgende bolsa, sizlarni qabrdan qayta terildirdi. Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Rabbimiz bizni 2 qitim öldürüp 2 qitim terildirding. Allah Teala'nın qudratli zot ekanligining pakitlarini bayon qilish. Allah Teala yuqorida o'zining İnsanlarını yaratganlıqını, ularning tenlerinde nimetlerini orunlaştırılganlıqını körüstüp berdigan delil paketlerini bayan qılıp ötken bolsa, tövende kişilerinin hemmisi körüp turvatgan asman zeminini yaratıştan ibaret yeni bir paketini keltirip mındaq dedi. Allah yeryüzüdeki hemme nersini sizlerning paylanışınlar üçün yarattı. Ondan osmanını yaratışqa yüzlenip onu kusursuz 7 osman kılıp tamamladı. Allah her nersini bilgicidir. Allah özü yaratkan hemme nersini bilip turgucudur. Allah bu haqda mundaq deydi. Mahlukatını yaratkan zat bilmemdi. Yaratışının başlanışı. Bu ayetinin tefsiri mezmununu Allah Teala tövendeki ayeti sözlep mundaq deydi. Sen ulağa
sizlar zaminni 2 kunda yaratgan Allohni inkor qilamsizlar va uningga shirklar keltiramsizlar. U olamlarning Robbidir degan. U zaminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Zaminni bereketli qildi. Ahli zaminning rizqini belgiladi. Zaminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kam ziyodasiz barobar 4 kunda tamomladi. Zaminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rg'uvchilar uchun bu javobdir. Ondan u osmonni yaratishga yuzlandi. Halbuki u tuman holatida edi. Osmon bilan zaminga ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda kelinglar, ya'ni amrimni qabul qilinglar dedi. Ikkilisi ixtiyoriy keldik dedi. Allah 7 osmonni 2 kunda yaratdi. Her osmonning ishini o'ziga bildirdi. Ya'ni her osmonning ehtiyojli ishlarini o'rinlashtirdi. Eng tövendeki osmonni yulduzlar bilan zinnatladik va qo'g'didik. Bu ana shu g'olib, hammani bilguchi Allohning taqdiridir. Bu oyatda Alloh taolaning avval zaminni, ondan 7 qat osmonni yaratganligi aniq dalil isbot bilan ko'rsatilgan. Binoning ulini puxtalab bo'lib, ondan temini qopirish binokorlikdagi aqalli savoddir. Shunga Alloh taolo oldida zaminni, ondan osmonni yaratgan. Alloh xolisa bu vaqtda keyingi boblarda tafsili to'xtalib o'tamiz. Zaminning osmondan burun yaratilganligi. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Allah zaminni osmondan burun yaratdi. Zaminni yaratib bo'lganda uningdan tutun o'rlab ketdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi. Ondan u osmonni yaratishga yuzlandi. Halbuki u tuman holatida edi. Uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Ya'ni osmonni birining ustida qilib 7 qat qildi. Zaminni birining ostida qilib 7 qat qildi. Yuqorida kelgan oyatlar zaminning osmondan burun yaratilganligini isbotlab berdi. Zaminning osmonlar yaratilib bo'lgandan keyin kengaytirilganligi. İbn Abbas zaminning kengaytirilganligi to'g'risida so'ralgan chaqda mundaq deb javob berdi. Zamin osmondan burun yaratildi. Osmon yaratilib bo'lgandan keyin zamin kengaytirildi. Burunqi va hozirgi tafsirshunos olimlarmi yuqorqidek dedi. Naziat surasidagi shuningdan keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yoydi. Zamindan buloqlarni oqtirdi, o'simliklarni o'stirdi, tog'larni zaminda muqim qildi degan oyatda bu to'g'risidagi mazmun tafsiliy tushuntirilgan. Zaminning kengaytirilganligi olimlar deganga o'xshash zaminning tagidagi suvlar zaminning ustiga chiqarilib har xil shakl va ranglardagi o'simliklarning o'sishi va har xil yulduzlarning zamin atrofida o'ylanishidan iboratdir. O'z vaqtida Rabbim farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yaratiman dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsini xalif qilamsan? Halbuki biz bo'lsak seni pok deb madhilaymiz, muqaddas deb madhilaymiz dedi. Allah men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi.
Allah Taala'nın farishtalarga Odam va uning bolalarini ziminda o'rin bosar qildiganligini deganligi va farishtalarning javobi. Bu haqda İmam Qurtubi mundaq deydi. Allah Taala insonlarni yaratishdan burun ularning gapini yuqori martabadagi kishilarga, ya'ni farishtalarga deganligini xabar qilib mundaq dedi. O'z vaqtida Robbing farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yarataman dedi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen Robbingning o'z vaqtida farishtalarga men ziminda asrlab birisiga o'rin bosar bo'lib turadigan kishilarni yarataman degan so'zini sana ergashgan kishilarga qissa qilib so'zlab bergan. Allah Taala insonlarni ziminda o'rin bosar qilib yaratganligini ko'plagan oyatlarda bayon qilib keldi. Tuvendik oyatlar shu oyatlarning qatoridandir. Allah Taala bu haqda mundaq deydi. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rin bosari qildi. Sizlarni ziminning o'rin bosarlari qilgan kim? Agar biz xohlasak, albatta sizlarga ziminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Bu oyatlarda so'zlanib kelgan o'rin bosar bo'lg'ichi faqat Odam alayhissalomga qartilmagan. Agar bu oyatlarda Odam alayhissalomning o'zila ko'zi tutilgan bo'lsa, farishtalarning yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan deb savol qo'yishi o'rinli bo'lmaydi. Farishtalar bu savoldan Odam alayhissalomni emas, balki uning pushtidan keladiganlarning ichidan bu buzg'unchilikni qildigan kishilarni ko'z tutgan. Farishtalar buni o'zlariga xos bilim orqali yoki insonlarning o'zlaridagi insonlik tabiati bilan kamchilik o'tkazib soldiganligini tushunish orqali to'nib yetdi. Ularning insonlarning tabiatini tushunib yetishi Allah Taalaning farishtalarga inson, ya'ni Odam alayhissalomni cheksa jiringlaydigan quruqlaydan yaratganligidan xabar berganligi yoki o'rin bosarning vazifasi kishilar orasida bo'lgan yomon, nahaq ishlarni ayirib, ularni gunohlardan to'sidi deb tushunganligidandir. Allah farishtalarga ziminda insonni yaratadiganligini aytganda, ular yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan deb so'radi. Farishtalarning so'ragan bu savoli ba'zi tafsirshunos olimlar gumon qilgandek, Allah Taalaga norozilik bildirish yoki odam bolalariga hasad qilish yuzidan emas, chunki Allah farishtalarni o'zidan ruxsatsiz hech qanday savol so'ramaydi deb sifatlagan. Tursa, ular qandaqmi Allohga norozilik yuzidan yoki insonlarga hasad qilish yuzidan shu so'zni qilsin? Balki ularning bu savoli qatada degandek, ey Robbimiz, insonlarning ichida ziminda buzg'unchilik ilib boradigan, nahaq qon to'kadigan kishilar tursa, ularni yaratishdagi hikmating nima? Ularni yaratishdagi maqsading o'zingga ibodat qildirish bo'lsa, biz seni pok va ulug' deb madhiylaymiz. Bizda ulardan sodir bo'ladigan kamchilik sodir bo'lmaydi deb Allah Taalaning insonlarni yaratishda qanday hikmatining borligini bilish uchun so'ragan savoldir. Allah Taala ularning so'ragan savoliga javob berib mundaq deydi: Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ya'ni bu insonlarni yaratishdagi foydaning sizlar tushunmasdan davatgan ziyonlardan ortiq ekanligini men bilaman.
men ularga payg'ambarlarni avatiman. Ularning ichida payg'ambarlarga chin qalbidan ishonganlar, shahidlar, yaxshi kishilar, doim Allohga ibodat bilan shug'ullanganlar, Alloh taoladan qo'rqib amal ibodat bilan Allohga yaqinlashuvchilar, Alloh taoladan qo'rqadigan olimlar, Alloh taolani yaxshi ko'radigan va payg'ambarlarga ergishadiganlar bo'ladi. Hadisda mundaq keldi. Farishtalar bendilerinin kılgan amel ibadetlerini elip Allah Teala'nın dergahına örülgen çağda Allah bilsimi bendilerinin nima kılıvatkanlıkını farishtalardan sizler bendilerimni qandaq aletni koyup çıktınlar deb so'raydi. Farishtalar biz ularning qishig'i tushgan chig'imizda ular namoz o'qiyotgan ekan, biz ularni qo'yib yenib chiqqanimizdami ular namoz o'qib qoldi deb javob berdi. Undaq javob berishdagi sabab shuki, farishtalar kech kunduz navbat bilan bizning qishimizga tushib turdi. Farishtalar fajr namozi bilan asr namozida o'zaro navbat almashtirib, kundilik navbatchilik fajr namozidan toki asr namozigacha turdi. Bu çağda asr namazida tushgan kechilik navbatchilar bendilerinin amel ibadetlerini ilip çıkıp ketadi. Bu haqda Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Kechida qilingan amel ibadetler kunduzning amel ibadetleri kechidan burun Allah tarafga ko'tarilib bo'ladi. Ya'ni kechida qilgan amel ibadetler fajr namozining vaqtida, kunduzda qilgan amel ibadetler asr namozining vaqtida ko'tarildi. İmam Razi Allah Teala'nın men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman degan javobi qarta boshqacha ko'z qarashlarni keltirdi. Ular tuvendikicha. Birinci, insanlarni yaratishda mening ko'plagan hikmatim bor. Ahvol sizlar degandek bo'lsa-mu, lekin o hikmatni sizlar bilmaysizlar. İkinci, Allah Teala'nın men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman degan oyati. Sizlar oranglarda iblis ismli şeytanning borligini bilmaysizlar deyish orqali farishtalarning holbuki biz bo'lsak seni pok deb madhilaymiz, muqaddas deb madhilaymiz degan so'ziga bergan javobidir. Uchinchi, farishtalarning yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalif qilamsan degan so'zi Allah Teala'dan o'zlarini ziminda insonlarning o'rnida o'rin basar qilishini talab qilganligidir. Allah ularga javob berib mundaq dedi. Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ya'ni sizlarning osmonda qolganliginglar o'zinglar uchun loyiq va munosib ekanligini bilmaysizlar. Xalifa tiklashning vajibligi va uningga aloqador ba'zi masalalar. İmam Qurtubi va boshqa mujtahid olimlar yuqorqi oyat bilan kishilarning talash tartish qilib qolgan ishlarda ularning orasini bir taraf qilish, nahaq bo'zaq qilingan kishiga bo'zaq qilguvchidan o'chini ilib berish, Allah Teala'nın hükümlerini yürgüzüş ve yaman işlardan tosaş üçün bir halife tikleşinin vacip ikenligiga delil keltirdi. Bu vacibni amelge aşırıdığan işlerini kılış vacip boludu. Halife tikleşinin yolları her xil boludu. Kur'an-ı Kerim yoki hadis şerifte xalife bo'lishga loyiq ekanligi uchun isbotlangan kishi xalifa qilib saylandi. Masalan, Abu Bakr Siddiqning
xalifa bo'lishiga o'xshash. Ba'zi olimlar Abu Bakr radhiyallohu anhu pakt orqali xalifa bo'lgan degan ko'z qarashni o'ttirga qo'ymoqda. Xalifa saylam o'tkazish yoki bishorat orqali bo'ladi. Bir turkum olimlar Abu Bakrning xalifalikni bishorat orqali bo'lgan deb qaraydi. Yoki ilgari tayinlangan xalifa bir kishini o'rniga xalifa tiklab qo'yish orqali bo'ladi. Xalifa bir kishini o'rniga xalifa tiklab qo'yish orqali bo'ladi. Masalan, Abu Bakr radhiyallohu anhuning Umar radhiyallohu anhuni xalifalikka tiklab qo'yganiga o'xshash. Yoki Umar radhiyallohu anhuning qilganidek bir necha yaxshi kishilardan qurilib chiqqan bir guruh odamning maslahat qilishdan tanlab chiqishi orqali bo'ladi. Yoki davlat arboblarining bir shaxsga bay'at qilishga birdek tikki kelish orqali bo'ladi. Yoki u kishilarning ichidan bir odamning uningga bay'at berishi orqali bo'ladi. Xalifa bo'ladigan kishida hozirlanishga tegishli shartlar. Er kishi bo'lishi lozim, birinchisi. Ikkinchisi, hur odam bo'lishi lozim. Qul xalifa bo'la olmaydi. Uchinchi, balog'atga yetgan kishi bo'lishi lozim. To'rtinchisi, aqlli bo'lishi lozim. Beshinchisi, musulmon bo'lishi lozim. Oltinchisi, adil bo'lishi lozim. Yettinchisi, shariat ahkomlarida ijtihod qila oladigan bo'lishi lozim. Sakkizinchisi, ishning oqibatini oldin ko'ra oladigan bo'lishi lozim. To'qqizinchisi, badan qurilishi sog' salomat bo'lishi lozim. O'ninchisi, urush taktikalarni, jihad qilishni biladigan bo'lishi lozim. 11-si, Qurayshlik bo'lishi lozim. Xalifa bo'ladigan odamning Hoshim jamiyatidan bo'lishi yoki butun kamchiliklardan xoli bo'lishi shart qilinmaydi. Agar xalifa fosiq bo'lsa, xalifalikdan tushib ketamdi yoki o'rnida turaveramdi degan masalada olimlarning o'xshamagan ko'z qarashlari bor. Lekin kuchli ko'z qarash shuki, fosiq kishi xalifalikdan tushib ketmaydi. Buning dalili payg'ambar alayhissalomning tövendiki so'zidir. Uningda Alloh tarafidan bo'lgan dalil isbot orqali uch kofirlikni ko'rsanglar, xalifalikdan tushib ketsa bo'ladi. Agar uningdan kufrlik ko'rilmay, fosiqlik ko'rilsa, xalifalikdan tushib ketishi shart emas. Bir davlatda birdan ortiq xalifa tiklashga bo'lmaydi. Buning isboti payg'ambar alayhissalomning tövendiki so'zidir. Sizlarning birlik oltinglarda bir bütün islom davlati qurilib bo'lganda oranglardan birisi chiqib sizlarni bilmoqchi bo'lsa, u kim bo'lishidan qat'iy nazar uni o'ltirib etinglar. Bu ko'p sonli olimlarning ko'z qarashidir. İmamul Haramayn degan olim Abu Ishoqning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shaharlarining oraliqi nihoyatda yiroq bo'lgan bir davlatda birdan ortiq xalifa bo'lsa bo'ladi. Va oxiru da'vana valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.